Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, haqiqiy futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Agarda ushbu video sizga yoqadigan bo'lsa, like bosib, bizning videoni qo'llab-quvvatlang. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddaman. Demak, biz videoni boshladik. Kolumbiyaning eng yaxshi to'purari Falcao O'zbekiston terma jamoasiga qarshi bo'ladigan uchrashuvdan oldin O'zbekiston haqida fikr bildirgan. Biz sizlarga uni o'qib eshittiramiz. Kolumbiya terma jamoasi tarixdagi eng yaxshi to'purari Radamel Falcao 2026-yilgi Jahon chempionatining ilk turi oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Terma jamoa sobiq sardori SP Fans YouTube kanaliga bergan intervyusida O'zbekistonga qarshi bahs va jamoadan kutilayotgan natijalar haqida fikr bildirgan. Amerika Kubogida ajoyib o'yin ko'rsatib, finalgacha yetib borganimizdan so'ng Kolumbiya terma jamoasi keyinchalik barchamiz kutgan barqarorlikni namoyish eta olmadi. Jamoa bu o'yinini mustahkamlab, saralash bosqichini ancha xotirjam o'tkazadi deb o'ylagandik. Ammo saralashdagi voqealar rivoji kutilganidek bo'lmadi va jamoa 3-o'rin bilan yo'llanmani qo'lga kiritdi, deydi Falcao. Uning fikricha, jamoaning o'yinidan qoniqmaganlar juda ko'p. Buni tushunsa bo'ladi, chunki mundial boshlanishidan oldingi kunlarda futbolchilar o'zlarini ortiqcha xavfga qo'yishni istamaydi. Kutilganidek yetib kela olmishmagandir, lekin bu muammo emas. Sobiq sardor birinchi turdagi O'zbekiston terma jamoasiga qarshi bahs haqida ham fikr bildirgan. Muammo birinchi o'yindan boshlanadi. Futbolchilar ruhiy va jismoniy jihatdan tayyor bo'lishlari kerak. Ortda qolgan ishlar qolib ketdi. Hatto eng ideal holatda yetib kelganda ham buning jahon chempionatiga hech qanday ta'siri bo'lmasdi. Eng muhimi, har qanday qiyinchilik O'zbekiston bilan o'yinda yuz beradi. Jamoada juda yaxshi futbolchilar yig'ilgan, faqat ular xuddi 2024-yilgi Amerika Kubogidek o'z o'yinlarini topib olishlari kerak, dedi 40 yoshli futbolchi. Ma'lumot uchun, Radamel Falcao 36 gol bilan Kolumbiya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar hisoblanadi. Biroq u hozirda terma jamoada faoliyatini yakunlagan. Eslatib o'taman, qadrli tomoshabinlar, O'zbekiston mundialdagi ilk o'yinni Meksikada o'tkazadi. Qolgan 2 uchrashuv esa AQShdagi stadionlarda bo'lib o'tadi. Oq bo'rilar 18-iyun kuni birinchi turda Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv Meksika poytaxtida Azteca stadionida bo'lib o'tadi. Ushbu uchrashuvni kanalimiz orqali biz jonli ravishda sharhlab boramiz. Inshaalloh ushbu uchrashuvda bizning kanalga tashrif buyurib jonli efirdan va Telegram kanalimiz orqali jonli efirdan bahramand bo'lishlari mumkin bo'ladi. Yana bir yangilik, O'zbekiston terma jamoasi va Kolumbiya o'rtasidagi uchrashuvga FIFA tomonidan hakam tayinlandi. O'yinni angliyalik Anthony Taylor boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi. Unga qanotlarda hamyurtlari Gary Beswick va Adam Nan yordam beradi. 4-hakam Kosta-rikalik Juan Calderon, zaxira yordamchi hakam esa uning hamyurti Juan Carlos Maro'dir. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Kolumbiya o'yini 18-iyun kuni start oladi deyilgan xabarda. Keyingi xabarimiz bizni xursand qiladigan xabar, chunki himoyachimiz, ya'ni qanot himoyachimiz Alijonov mashg'ulotlarga qaytgan va terma jamoamiz bilan birgalikda mashg'ulotlarni davom ettirmoqda. Jaloliddin Masharipov, Odilbek Hamrobekov va Azizbek G'aniyev esa mashg'ulotlarni yakka tartibda olib borilayotgani xabar qilingan. Albatta, O'zbekiston milliy terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi bo'ladigan o'yini juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'rib turibsiz, Osiyo jamoalari hali mag'lubiyatga uchragani yo'q shu turgacha. Va O'zbekiston terma jamoasi ham Osiyoda o'z o'rniga ega bo'lganligi uchun ushbu o'yinda, ya'ni Kolumbiya ham bosim his qilib o'ynaydi. Shuni e'tiborga olgan holda O'zbekiston juda yaxshi o'yin ko'rsatishi mumkin. Kerak bo'lsa, g'alaba qozonish ehtimolimiz ham bor, inshaalloh. Albatta, buning uchun O'zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga juda ham qattiq bosim uyushtirishi kerak. Ya'ni
pressing va qarshi hujumlarda ularni ushlashga harakat qilishimiz zarur bo'ladi. Ular muxlislari ko'z o'ngida juda ham katta bosim ostida o'ynaydi va bu bizga qo'l kelishi mumkin. Ya'ni ko'rib turibsiz, jahon chempionatida har bir jamoa birinchi o'yinda qiynalmoqda. Ya'ni Ispaniya bo'ladimi yoki boshqa kuchli jamoalar bo'ladimi? Belgiya va ko'rdik, bundan oldingi o'yinlarda ko'rdik, juda ham ko'p jamoalar oddiy komandalarni yuta olmayapti. Shuni e'tiborga olgan holda O'zbekiston terma jamoasi ham ushbu o'yinda bor kuchi bilan harakat qilsa, natijaga erishish juda ham oson bo'ladi, inshaalloh.